2026-yilda uyga asfalt qildiraman degan obunachilar uchun to'g'ridan-to'g'ri Namanganni Chortog'iga, Farg'ona shahridan asfaltlarimiz yetib keldi do'stlar. Ko'rib turibsizlar, qaynoqligidan hali parlar ketmagan, qaynoqqina bo'lib turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Ravon yo'llari jamoasi ko'rib turibsizlar, akalar hozir mana shu xonadonimizga chiroyli qilib asfalt bosish xizmatini qilib beryapti. Video davomida narxlarini, qanaqa joylarga borib xizmat qiladi, albatta aytib o'tamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bittadan like bosib, tanishlarga, gruppalarga tarqatib qo'ysalaring kimgadir manfaatli bo'ladi. Hozir ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Salomat bo'ling. Aka, xonadon juda ajoyib ekan. Xo'p, hovli qismi tepada, darvoza qismi pastda ekan aka. Akalar o'tkazib yuboramiz. Gap yo'q. Mashalloh. Hozir aka xizmatlar vodiy bo'ylab dedik. Vodiy bo'ylab. Vohalarga hozircha chiqmayapsizlar. Yo'q, hozir vohaga chiqqanimiz yo'q. Bu yer aka asfalt qildirilgan ekan. Hozir nimaga betga nima stejka qildirilgan ekan, asfalt qildirishyapti. Endi hozir asfalt qilishlarning birinchi nimasi bu uylarda yoshi katta tog'am, xola bor ekanlar. O'shalarga hali avvalo issiqligi uchun, keyin sirpanchiqligi yo'qligi uchun asfalt qilishayapti ko'proq. Bu endi hozir mana bu tomonda aytib o'tdik aka, bu tomon stejka bo'lgan. Xo'p, muzlamalarda ancha sirpanchiq bo'ladi. Bu asfalt bu tomonga qildiriladigan bo'lsa, unchalik bo'lmaydi. Sirpanchiqligi pastlik bo'lmaydi, kamayadi. Bo'lmaydi, kam bo'ladi. O'shani hisobiga ham bitta plus tomoni mana shu asfaltni shunisi. Ikkinchi plus tomoni, tog'a assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamaysizlarmi? Nimaga mana shu asfaltni tanladilar? Oldin mana stejka bo'lgan ekan. Stejka bo'lgan, stejkani ko'rib turibsiz. Mana bunday qilib, edan-bedan ko'chib, netib, buzilib ketyapti-da. Buni yaxshiligi birinchidan ko'chmaydi. Bunday bo'lib, sho'rni chiqarmaydi. Ham yozga chiqqandaga yaxshi, ham chiroyli turadi. O'shaning uchun asfalt qildiryapti. Asfalt yaxshi tomoni shu. Har tomonlama bu foydasi yaxshi. Yosh kattalarida yozgi kunida masalan, oyoq-oyoq tayba yoz kunida asfalt qizilsa, biz oyoq-oyoq og'riganlar bo'lsa, shunda aylanib yursa oyoqlari og'rig'ini oladi bu. O'sha tomonlariga o'ylab qildiryapsizlar. Bundan oldin stejka qildirilgan ekan, endi hozir asfalt sinab ko'rmoqchisiz. Endi asfalt qilyapmiz. Buni foydasi har tomonlama yaxshi. Do'stlar, hozir mana shu xonadonni egasidan ma'lumotlarni olyapmiz. Xonadon egalari mana shu asfalt tanladi, sababi shu yozgi kunlarida nima bo'ladi? Asfalt qizilgandan keyin yuradigan bo'lsa, oyoq og'riqlar, yana har xil kasalliklarning davosi bo'lar ekan. Endi misol uchun oldin ko'p joylarda asfalt bo'lgan. Asfalt bo'lgan, yaxshi bo'lgan, hech qaymaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi. Endi hozir hamma qiziqlar bunday o'tib ketyapti, lekin ular muzlaydi, terlaydi, boshqa. Lekin chiroyli turadi xonadonda, shafil qilib. Lekin bu asfalt o'rni boshqa. Gap yo'q. Har tomonlama. Gap yo'q. Hozir aka jamoada nechta odam ishlayapsizlar? Biz hozir batda 5 ta odam bor. O'zimiz jamoada. Sizlar bitta xonadonga 5 kishi, 4 kishi borladi. Bitta xonadonga 5 kishi, 4 kishi borladi. Akalarimiz mehnatiga bittadan like bosib qo'yinglar do'stlar. Qiynalib yurib, qiynalib tortishyapti. Xo'p, aka hozir necha santimetrdan necha santimetrgacha xizmat qilib berasizlar? Mana o'zi ko'rsangiz ham bo'laveradi. Kami 6-6,5 tushadi, 5 santimetr qoladi. Keyin asfaltni bu sifatliligini mana yaltirlashini ko'rsangiz ham bo'laveradi aka. Keyin hidi ham bo'lmaydi buni. Hidi bo'lmaydi? Yo'q. Birodarlar misol saqishda har xili bor. Endi u saqishda nomini Turkman saqish, rossiyskiy, Farg'ona saqish bor. Toza saqishda hidi bo'lmaydi aka. Misol uchun kimdir zakaz beradigan bo'lsa, birinchi borasizlar, o'lchaysizlar. Birinchi boraman. O'rganib chiqasizlar, ha? O'lchab, o'zim boraman o'lchagan. Bo'lmasa o'sha ukamlar bor, ukam boradi. O'zimiz borib o'lchab, kvadratini to'shni qilib chiqarib berib, narxlarga chiqarib berib, kelishib, keyin borib bosib beramiz. Zasipka xizmatlari qanday bo'ladi? Zasipka xizmatlari bizdan bo'ladi. O'zlaringiz zasipkasini, olib berishadi zasipkasini. Mana bu joylar, mana bu joylarga kanalizatsiyalar tashlangan. O'zlaring mana shu montajlarni qilib berasizlar. Suv bo'ladigan bo'lsa oqib ketadi. Betkini endi o'zlari qilib qo'yishgan, biz o'zimiz ham qilib beraveramiz shunaqa narsalarni. Bu xizmati ham bor. Asfaltlar qayerdan keladi? Qayerdiki bu? Asfalt Farg'onadan keladi. Misol Andijonga bossak ham Farg'onadan keladi.
Namanganga bossangiz ham Farg'onadan keladi, o'zimizdan olib kelamiz asfaltni. Asfalt ustida turib chiqaramiz buni, keyin o'sha garantiyasini beraveramiz asfalt. Hozir ko'rib turganimizda bu yerga aravada to'kyapti, akamiz tekizlayapti. Silliqliklarni ham ko'raveringlar aka, silliqliklari ham. Keyin vibratorda ham ustidan yurg'izib chiqadi. Vibrator ham ustidan yurib chiqiladi, vibrator ham. Обязательно katoyni bosamiz, undan keyin vibratorda yuramiz, zaspkasiga ham vibratorda yurib turib, keyin katoyni bosamiz. Yorilib ketmasligiga, ko'chib ketmasligiga javob. Ko'chmasligiga, yorishiga javob. Misol endi bog'cha, maktab, do'konlarning oldilariga misol bu vibrator, bu katoylarimiz bor, katta katoylarimiz ishlatamiz. Endi mahallaga o'sha o'zini spes texnikalarimiz bor, uklachik, o'sha katoylarimizni ishlatib bosib beramiz. Hozir birorga joylarda asfalt bo'ladi, manaqa bo'ladimi? O'sha saqishdan surkab olishadi. Sizlar shunday quyib ketyapsizlar. Sabab qanday buni? Hozir misol bunga saqich surkaydigan bo'lsak, hozir mana ish jarayonida o'sha saqich aravachaga yopishadi, oyoqqa yopishadi, qaytib chiqib ketadi u saqich. Misol qoramiz chiqib ketadi, saqishni nima qilmaydi. Biz o'zini o'sha mana shu joy stashga bo'ladigan bo'lsa, har bir 1 tonnasiga 2 kilodan, 3 kilodan saqichni qo'shtirib turib, olib kelib bosib beramiz. O'zi ser saqich bo'ladi. Bu yerga surkaganda hisob foydasi yo'q. Buni o'ziga qo'shib oladigan singib kirib ketadi yergacha. O'ziga обязательно qo'shtiramiz. O'sha xohlasa o'sha zavoddan videoga ham olib beraveramiz. Misol ishonqiramaydi yo'llarga. Misol tonnalari ham to'shni chiqadi. Hamma yo'g'ini o'sha tortib nima qilib olaveradi. Gap yo'q. Ya'ni xonadon egasi bitta telefon qilsa, o'zlaring o'lchab ketib, kelib qilib berasizlar. To'lovlar qanday bo'ladi? To'lovlar xohlagan usulda, xohlasa pirchilana, xohlasa naqd pul, xohlasa plastik, xohlagan turda to'lovlar. Xohlagan turda to'laveradi. Misol o'sha borganda, misol biz zakalat, pakalat shart emas bizga. Endi u xohlasa beradi, xohlamasa shart emas. Ya'ni bitirib bo'lganingizdan keyin pulini beraveradi. Bitirganimizdan keyin, bo'lmasa misol asfalt olib kelib to'kkandan keyin, misol o'sha ishonch hosil qilgandan keyin bersa ham bo'laveradi. Hozir standart necha santimetrgacha quyiladi bu? Standart, eng standart o'zi aslida 5. 5 qoladi. Endi misol uchun xohishga qarab, xohishga qarab qilib beraverasizmi? Xohlagan santimetrni qilib beramiz. Qilib beriladi. Unda narxi ozgina o'ynab qolishi mumkin, a? Narxi ham u o'ynaydi, nima desa bo'ladi. Misol uchun 5 emas, 10 santimetr quyib berasan deydigan bo'lsa. 10 santimetr, mana misol 5 santimetrni 60 mingdan 70 mingga bosayotgan bo'lsa, u 120 mingdan 140 minggacha bo'lmaydi. Ana o'sha kelishamiz, misol 80 ming, 90 ming bo'lishi mumkin. Hozir mana shu xonadonimiz общий necha kvadrat bo'lyapti shunda? Bu 200 kvadratli xonadon. 200 kvadrat, ichkari mana shu o'choq, ichkari ham, o'choq tandirlari ham bor. Hovlisi. Shunda dast chiqib ketadi ko'chaga. Dast chiqib ketadi. Shunda 200 kvadrat bo'lyapti. Necha puldan qilib beryapsizlar mana shuni? Mana 65 mingdan qilib beryapmiz. 65 ming so'mdan. Hovlini holatiga qarab o'zgaradimi narxlar? Hovlini holatiga qarab, 60 mingligi bor deyapsiz, 70 mingligi. Katta kichikligiga qarab, keyin muomalasiga qarab ham o'zgartiraveramiz. Muomalaga qarab ham bo'ladi. Hamma narsa birinchi o'rinda. Muomalaga. Tog'ani yaxshi odam ekan, muomalalari ham zo'r ekan. Hamma yo'llar. Tog'a endi bitta chiroyli qilib qarashyapti bizga. Bitta bitirib berganlardan keyin duoni chiroyli qilib Xudo xolasa. Ana shu katta, avvalo o'sha katta kichikligiga, masofasiga qarab. U hali masofasiga qarab o'zgarishi, misol o'sha olib bolayotgan kamazlarimiz, qo'valarimiz o'sha narxi o'zgaradi, shunga qarab o'zgaradi. Bu ham endi patalo 70 ming. Endi misol 100 kvadratdan oz 50, 60, 70 bo'lsa 5 ming qo'shilib qolishi mumkin. Agar hovlini holati stashka emas, qum bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Yo'q, unga ham quyilaveradimi? Qumga bosmaymiz. Endi turpoq, qum bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz o'sha qalinroq yeydigan bo'lsa, mayin shag'al bosamiz. Yupqaroq yeydigan bo'ladigan bo'lsa, metpisoy bosamiz. 70-30 dan. Uni ham o'zlaring maslahat berib, o'zimiz maslahat berib, misol o'sha Andijonda ham, Namanganda ham o'sha shag'alni, o'sha joyini ham aytamiz. Hamma yo'g'ini aytib beramiz. Qayerdan kelishiga hamma yo'g'ini bilamiz-da. Andijonda ham, misol Namanganda ham o'sha shag'aldan bor. Ravon yo'llari o'zlaringning brendlaring. O'zimizning brendimiz. O'zlaringning brendlaring. Asfaltdan faqat bitta joydan keladi. Asfaltdan o'sha. Ya'ni ishonarli joydan. Ishonarli joydan, zavoddan o'sha misol biz ko'pchiligimiz bitta odam обязательно turib chiqaryapti. Masalan, asfaltni misol u haligi zavodda aqa-baqa bo'lmaydi, saqich kamayib, boshqa hali yuvilmagan pisoy, shunaqa tushmaydi. Bu 2 marta yuvilgan pisoy. Misol uchun mana bunaqa uklon bo'lib, hozir ustalar qiynalyapti-yu, shunga narxini qo'shib yuborilmaydi. Yo'q, narx qo'shilgan yo'q. Bunaqa ekan deb aytilmaydi. Yo'q, narx qo'shilgan. Bular yordam berishib boryapti o'zlari. Mana bu akalarimiz ham yordam berishib boryapti. Ozgina shu bizga yordam ashi bo'lyapti. Gap yo'q. Xo'p, 60 mingdan 70 ming so'mgacha endi bo'lyapti narxlari. 5 santimetr, 6 santimetr bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p, yana qanaqa ma'lumotlar qoldi berilmagan? Ichkarilar ko'rsatdik-a? Ko'rsatdik. Mayinlilarini, Mayliklari endi tekizliklarini. ha, mayli o'zi bu asfaltni sifati nima qanday bilib olsa bo'ladi? Asfalt sifat avvalo mana yaltillaydi. Yaltillaydi. Keyin mana misol ko'p nimada aytishyapti, o'tamayin asfalt ham bo'lmaydi. Mana shu holatdagi asfalt yetarlicha. Nimaga desangiz, bu tosh ham kerakda asfaltga. Bu tosh o'zi aslida misol betonda armatura bo'ladigan bo'lsa, bu asfaltda mana shu armatura vazifasini bajaradi. Hozir buni Yaxshi. bosib ketgandan keyin qanchada tayyor bo'ladi endi? Yo, yurilaveradimi ustida? Yurilaveradi. Bosib Bosamiz, bir ketilgandan soatdan keyin yuraveradi. Misol o'sha katta plashatkalarda ham bosamiz, katta katoyda bosamiz, yuraveradi. Yurilaveradi. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q-a? Yo'q, o'sha asfaltimiz уже сразу qatiydi u. Burchatkalarni Hali sekin misol uchun qatib- kimdirlar xonadoniga burchatka qildirgan bo'ladi, eskirib ketgan, Ha. ko'chirgisi kelmaydi-da aka. O'shalar ustiga ham bo'laveradimi bu? Endi men o'sha borib Ichkarilar bitta ko'rsataylik. xonadonni ko'raman, Aha. burchatkalarni ko'ramiz, o'sha holati asfalt bosishga haligi javob beradigan bo'lsa, asfalt bosish talabiga javob beradigan bo'lsa, bosamiz. Aka, mana shuni hozir bir 15 minut bo'ldi Ha, bosgan. bosganmiz. Уже mana Hattodan yursa bo'laveradi. qati bo'ldi. Уже endi asfaltni misol uyda egasi bosib bo'lgandan keyin mana bunda ko'rsa ham bo'laveradi mana. Qo'lga ham yopishyapti saqichi zo'rligidan keyin dangillab ham bo'ldi, qati bo'ldi asfalt. Endi hojona kinopolar bemalol kirib, Ha, mazza qilib, bemalol. nonlarni yopib, ovqatlarni qilib chiqib ketaveradi. Ishti qilishaveradi. Gap yo'q. Chiroyli qilib. Ham qish kunida ham haligi sirpanchiq bo'lib ketmaydi. Yo'q, muzlama bo'lib ketmaydi. sirpanish. Keyin mana уже mana misol bilayotgan bo'lsangiz, bunda hid yo'q. Hid yo'q, hid yo'q. Hid yo'q. Hali ko'pchilik hali aytayapti, boshqa hali ko'p kommentariyalarda ko'rib qolyapsiz, hidi bor, sasiydi, yozda sasiydi deyapti. Bu mana masalan bugun sal-pal hidi bo'lsa, bu hiddan umuman yo'qolib ketadi. Qurigandan keyin yo'qolib ketadi. Misol yozda misol yoshligimizdan ham bilamiz, suv sassiz sira hid chiqib turadi asfaltdan. Unaqa hali Yoshligimizda hid chiqmaydi. aka o'zimiz yo'llar ham mana shunaqa Ha. asfalt bo'lganda endi. Bo'lgan misol agar bu asfalt sasiydigan nima bo'lganda hozir nima bo'ladi? Dunyoni bir 30% asfalt bo'lsa kerak, sasib ketsa kerak. O'shani aytyapman. Endi buni sasiydigan varianti ham bo'ladimi? Endi u Sifatsiz. mazut qo'shilib qolgani bo'ladi, saqishni keyin sifati kamrog'idan bo'ladi, shuni hidi bo'ladi. O'shani Keyin hisobiga asfalt ham bitta o'zi- joydan olib kelasizlarda endi. Asfalt ham qizg'ich asfalt bo'ladi. Ha. O'shanaqa narsalar bo'lmasligi uchun sizlar bitta Ha. joydan olasizlar. Bitta joydan olamiz, javob beradi. U ham asfaltga Namangan, biz ham Andijon, javob beramiz. Farg'ona o'zlari xizmat qiladi. Ha, o'zimiz xizmat qilamiz. Asfalt ham faqat o'zimiz o'sha zavodimizdan keladi. Toshkent tomonlardan chiqib qolsa-chi? Toshkent tomonlarga endi hozircha chiqqanimiz yo'q. Keyinchalik ulgurmayapmiz. Xudo xolasa keyinchalik niyat bor. niyat bor. Boramiz aqang. Gap yo'q. Niyat bor. Qadrdonlar, menimcha qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdik. Hovlilarni kvadrat narx-navolarini aytib o'tdik. Agar qanaqadir qolib ketgan savollar bo'lsa, akalarimizning nomeri ekranda bo'ladi. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib, tanishlarga jo'nab, gruppalarga tarqatib qo'ysalaring, kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Like bosgan qo'llaring muborak kabatulloh tushlasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. YouTube'imiz, Instagram'imiz bor. Ular masalan o'sha kunligini qo'yib boramiz Instagramga, YouTube'ga. Aytib Ma'lumotlar berib boramiz. bo'ldi. Qanaqa nomlari? Ravon asfalt. Ravon asfalt desalaring, akalarimiz o'zlari chiqib kelar ekan. Ha. Sog' bo'lasizlar.